O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Isomovga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga, O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Isomovga, O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaga, xotin-qizlar masalasi bo'yicha vaziri Zulayha Mahkamovaga, O'zbekiston Respublikasi prokuratura inson huquqlari bo'yicha prokuraturaning ustidan nazorat qiladigan Prezident administratsiyasidagi departament Daniyor Baxtiyorovich Qodirovga bir necha bor video murojaat va arizalar tashlagan bo'lsam-da, haligacha natija yo'qligi Amudaryo tumani Ichki ishlar bo'limi xodimi boshlig'i, Amudaryo tumani Ichki ishlar bo'limining boshlig'i J. Yusupov, o'rinbosari Ilhom Ametov, Yurniy mahalla uchastka noziri Salahiddin Pardaqulov, Yangiobod mahalla uchastka noziri Humayin Rahimov hamda xotin-qizlar masalasi bo'yicha ichki ishlar xodimi Inobat O'rozbekovaning uyushgan jinoyatlarini 2025-yil Bosh prokuraturaga iyun oyida tashlagan bo'lsam-da, DXX va Adliya vazirligi orqali Bosh prokuraturaga tashlagan bo'lsam-da, Ombudsman orqali 2025-yil 25-noyabrda tushgan bo'lsa-da, haligacha natija yo'qligi. Ularni bosdi qilib kelayotgan Qoraqalpog'iston Respublikasi 16-boshqarma Ashamratov yeb qo'ygan prokuror Ashamratov yolg'on javob berib kelayotgani, uni O'zbekiston Bosh prokuraturasining 8, 14, 15, 16, 21, 24-boshqarmalari bosdi qilib kelayotganligi sababli ularning ustidan jinoiy ish ochilishini hamda xizmat vazifasidan foydalanib menga ruhiy bosim va ta'sir o'tirganligi sababli jinoiy javobgarlikka tortilishini, uni Bosh prokuraturada ko'rib chiqilishini bir necha bor Prezident xalq qabulxonasining rahbari Baxtiyor Jamolovning qabulida bo'lib bir necha bor ariza tashlasam-da, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturada ko'rilmayotganligi sababli qonuniy javobgarlikka tortib menga bosim o'tkazgan, ta'sir qilgan barcha xizmat vazifasidan foydalanib ichki ishlar xodimlari, prokuratura, sud tizimidagilarga qonuniy javobgarlikka tortilib, mening tadbirkorlik faoliyatimdan yiqqan mol-mulkim, ichki ishlar xodimlari, prokuratura tizimlari, sud tizimlariga sherikmi mening mol-mulkimga? Uni bermaslik uchun qancha menga bergan azorlar uchun qonuniy javobgarlikka tortib berishingizda sizlardan amaliy yordam so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev sizdan buning nimasida DXX, Adliya vazirligi, Ombudsman orqali tushib turgan Amudaryo tumani uyushgan jinoyatlarni asoslovchi disik va fleshkalarimni javob xatini olishda Prezident meni o'z nazoratingizga olib hamda o'z nazoratingizga olishdi. Daniyor Baxtiyorovich Qodirov bularning ustidan jinoiy ish ochishingizda sizdan amaliy yordam so'rayman. Sababi bosdi o'zimga tegishli bo'lgan mol-mulkni bermaslik uchun shu darajagacha menga ruhiy bosim, ruhiy ta'sir o'tkazib kelayotgani, uni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqalpog'istonning aybini yop-yop qilib kelayotganligi sababli qonuniy javobgarlikka tortishda sizlardan amaliy yordam so'rayman. Hech qachon prokuratura, Bosh prokuratura ishlayotgani yo'q. 4 yildan beri ovoraman. Shu Bosh prokuraturadan Qoraqalpog'iston dilimni oldira olmay 4 yildan beri ovora bo'lib kelyapman.